Angliyada sevgi bilan. Panjalar yuqoriga. Men panjalar yuqoriga deyapman. Tinchilaning. Men Robin Goodman. Bu mening akam Kruk. Biz o'rmonning eng oliyjanob qaroqchilarimiz. Bu yerga qanday qilib yetib keldingiz? Angliyadan. Bu qiziq. Qanday qilib bu yerga? Endi aniq tumanda tashib qolgan. Uzoq vaqtlar oldin daryo bo'yida qal'aning devorlari ortida qadimiy afsonalar mavjud. Hali ham kuylashar u haqida. Jasur Robin Hood har doim qutqarishga kelar. Bu yerda ulug'vorar turbot. Uning Excalibur bilan dahshatli bellashuvi bor. Karnay surnaylar shohi bilan po'latning ovozi, tuyoqlarning to'xtashi. Biz yorqin eslarning g'alabalarin boshdan kechirdik. Jang maydonida sukunat, u yerda o'ynashar golf, hattoki kriket. Tog'li o'tloqlarda qo'zilar har qayoqqa yugurishar. U yerda kaminlardan ko'mir tutuni chiqmoqda va ular buni xushmuomalalik bilan chaqirishadi. Benda yengil jaringlayotgan qo'ng'iroq Temzada sokin eshitilar. Qizil kabinada esa telefon bor. Eski zamonlar qayg'uli va bu yerda soyabon ostida parda. Tumanda sayrga chiqing. Sut bilan choy iching. Soat 5 bo'lganida. Aytgancha, shu yerda bizning tarix tamom. Ortga. Qo'lingni ko'tar. Bu qayerdan kelganiga ishonmaysan. Biz uni qanday qilib uyga jo'natamiz? Uchishlarsiz.
Mo'jizalar olamida. Men hech narsaga tushunmadim. Bolalar, ovqatlanish vaqti. Tushlik qilish vaqti bo'ldi. Siz qaroqchi bo'lishingiz shart emas. Siz olijanob